Chechenistonda yo'l-patrul xizmati xodimini o'ldirgan o'smirning jasadi ommaga namoyish qilindi. Zelenskiy xitoyliklar urushga qanday jalb qilinayotganini aytdi. Nurobodda mashinasini stadionga odamlar ustiga haydagan shaxsga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Rossiyaning Checheniston Respublikasi Achxoy Martan shahrida yo'l-patrul xizmati xodimlariga pichoq bilan hujum qilgan va oqibatda o'ldirilgan 17 yoshli o'smirning jasadi mahalliy hokimiyat binosi oldida maydonga tashlandi. Rasmiylar mahalliy aholini ushbu maydonga yig'ib, ularni jasadni tomosha qilishga majbur qilgan. Bu haqda Moscow Times xabar berdi. Neyso Chechen muxolif harakati Telegram kanalida e'lon qilingan videoda ayol kishining yig'isi eshitiladi. Norozilik yig'inidan keyin jasad ko'chada qolgan. Neyso vakili Vajnem Istoriyam nashriga bergan izohida rasmiylar yo'l-patrul xizmati xodimlariga hujumni mazkur harakat faollari tashkil etgan deb da'vo qilganini, ushbu hujum ortida esa Ukraina maxsus xizmatlarini ko'rayotganini bildirgan. Ular bizning axborot ishimizni to'xtatish maqsadida odamlar bizni la'natlashlari uchun hissiyotlar ustida o'ynashga harakat qilishmoqda, deydi harakat vakili. Hodisa ortidan Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'ldirilgan o'smirning qarindoshlarini mintaqadan haydab chiqarishni talab qilgan. Ichki ishlar vazirligi va Rosgvardiya FXX bilan birgalikda bu ish ortida turganlarning otalari va aka-ukalarini respublika hududidan chiqarib yuborish kerak. Ularning mol-mulklarini musodara qilish lozim, degan u kuch tuzilmalari rahbarlari bilan o'tkazilgan yig'ilishda. Qodirov shuningdek voqeani boshqarayotgan shaxslar Turkiyada, yana biri esa Ukrainada ekanini aytgan. Ularning har biridan qattiq javob talab qilinadi. Huquq-tartibot idoralariga aniq vazifa qo'yilgan. Har bir aybdorni qonun doirasida jazolash, deydi u. Neysoning ma'lumotlariga ko'ra, 9-aprelga o'tar kechasi Chechen xavfsizlik kuchlari o'ldirilgan yigitning qarindoshlarini, jumladan o'smirlar va amakivachchalarni ham noqonuniy ravishda ushlab ketgan. Hujum 7-aprel kuni kechqurun Achxoy Martan qishlog'ida yo'l-patrul xizmati postida sodir bo'lgan. 2 nafar yo'l-patrul xizmati xodimi jarohatlangan. Ulardan biri shifoxonada vafot etgan. Hujum qilgan shaxs 17 yoshli Eskerxon Xumashev ekani ma'lum bo'lgan. Grozny telekanali orqali halok bo'lgan politsiyachi yaqinlarining chiqishi namoyish etilib, ular hujumchining qarindoshlarini endilikda mintaqada yashamasligi kerakligini aytgan. Mazkur holat yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining 317-moddasi, ya'ni huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimini hayotiga suiqasd bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Zelenskiy xitoyliklar urushga qanday jalb qilinayotganini aytdi. Rossiya qo'shinlari tarkibida qo'lida qurol bilan jang qilayotgan 155 nafar Xitoy fuqarosi haqida ma'lumot mavjud. Hozirda qo'shimcha ma'lumotlarni to'plash uchun ish olib borilmoqda. Xitoyliklar masalasi jiddiy. Hozirda bizda 155 nafar kishi haqida ma'lumot bor. Ularning familiyalari, pasport ma'lumotlari mavjud. Bu 155 kishi Xitoy fuqarolari bo'lib, Ukraina hududida ukrainaliklarga qarshi jang qilmoqda. Biz bu borada ma'lumot to'playapmiz va ular soni bundan ham ko'proq deb hisoblaymiz. Shu 155 kishi haqida barcha tafsilotlar bor. Qayerdanligi, Xitoy hujjatlari, yoshi va hokazo. Ularning xizmat qilayotgan joylari ham aniq. 70-71-255 motorlashgan miltiq polklari va shunga o'xshash bo'linmalar, dedi Zelenskiy. Prezident ular urushga qanday yollanayotgani bo'yicha sxemadan xabardor ekanini aytdi. Birinchi sxemalardan biri ijtimoiy tarmoqlar orqali ruslar, xususan TikTok va boshqa Xitoy ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama roliklari tarqatmoqda. Yashirin yollash emas, bu muhim. Ehtimol yana yashirin yo'llar bordir, deya ta'kidladi Ukraina prezidenti. Siyosatchi mavjud ma'lumotlarga tayanib, keyinchalik yollanganlar Moskvaga kelishi, 3-4 kun davomida tibbiy ko'rikdan o'tishi va 1-2 oy davomida o'quv markazlarida bo'lishini aytdi. Ular Ukraina hududida jang qilmoqda. Migratsiya kartalarini, shuningdek, mer to'lov tizimining kartasini olishadi. Mos ravishda pul mablag'lari o'tkaziladi, deya tushuntirdi Zelenskiy. Ukrainada allaqachon Xitoyning 2 fuqarosi asirga olingan. Ulardan biri 4-aprelda Donetsk viloyatining Belgorovka shahrida, ikkinchisi esa 5-aprelda Donetsk viloyatining Tarasovka shahri yaqinida ushlangan. Bu ikkisi Donetsk yo'nalishida qo'lga olingan. Biz Ukraina sharqida boshqalar ham bor deb hisoblaymiz, lekin buni ko'rib chiqish kerak. Bu yerda 2 xil qishloq, 2 xil brigada bor, dedi Zelenskiy. Qo'lga olingan xitoylik asirdan birining urushga borishidagi asosiy motivatsiyasi harbiy bo'lish va Rossiya fuqaroligini olish istagi bo'lgan. Oilasi uning Rossiyaga borish niyatidan xabardor bo'lgan. Ukraina prezidenti asirlar Kiyevdagi xavfsizlik xizmatiga yetkazilganini aytdi.
O'ylaymanki, bir jurnalistga ular bilan muloqot qilish imkoniyatini beramiz. Bu o'rinli bo'ladi. Ular Shimoliy Koreyadan kelgan asarlarga qaraganda ancha gapdonroq, deya xulosa qildi davlat rahbari. AQSh va Xitoy qanday munosabatda? Ukraina prezidenti Xitoy va AQShning asirga olingan xitoyliklar bilan bog'liq vaziyatga ehtimoliy munosabat haqida gapirdi. AQSh juda hayratda va bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi deb hisoblaydilar. Ular bunga shunday signallar berishdi. Men tashqi ishlar vaziridan bu bilan shug'ullanishni so'radim. U Xitoy tomoni bilan aloqada. Hozircha qo'shimcha ma'lumot yo'q dedi u. Nurobodda mashinasini stadionga odamlar ustiga haydagan shaxsga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Nexia haydovchisi futbolda jamoasi yutqazgani alamidan atrofdagilarning hayotini xavf ostiga qo'yib, mashinani odamlar ustiga haydab borgan. Unga nisbatan bezorilik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Samarqand viloyatining Nurobod tumanida Nexia mashinasi maydonga boshqarib tushib, odamlar ustiga haydagan shaxsga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda kun.uzga yo'l harakati xavfsizlik xizmati axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, erkakka nisbatan Jinoyat kodeksining 277-moddasi, ya'ni bezorilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, u qamoqqa olingan. Hozirda holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Haydovchi yigit futbolda jamoasining yutqazgani alamidan mashinasida stadionga chiqib, odamlar ustiga bostirib borgan. U qilgan ishidan pushaymonligini aytib uzr so'ragan. Mirziyoyev Moskvada g'alaba paradida qatnashadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya poytaxti Moskvada bo'lib o'tadigan 2-jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda ishtirok etadi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-may kuni Moskva shahrida bo'lib o'tadigan 2-jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan yubiley tadbirida ishtirok etadi, dedi Asadov Parlamentlararo ittifoqning Toshkentdagi assambleyasi chog'ida. Asadov bu masala O'zbekiston rahbarining Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisi Federatsiyasi Kengashi raisi Valentina Matviyenko bilan uchrashuvda muhokama qilinganini bildirgan. O'zbekistonda 2 yil ichida 3000 ga yaqin mikro GES quriladi. Joriy yilning 28-mart kuni imzolangan prezident farmoniga muvofiq O'zbekistonda keyingi 2 yil ichida 3000 ga yaqin mikro gidroelektr stansiyalar quriladi. Ushbu mikro GESlarning eng ko'pi Andijon viloyatida, ya'ni 763 ta, eng kami esa Toshkent shahrida quriladi. Mikro GESlar qurib bitkazilgach 280 ming aholi elektr bilan ta'minlanadi. Shuningdek 1200 taga yaqin vaqtinchalik, 520 ta doimiy ish o'rinlari yaratiladi. Mikro GESlar tayyor biznes loyiha sifatida quyidagi tartibda sotiladi. Asosiy mezoni bo'lib to'lash muddatini qisqartirish hisoblangan onlayn auksion savdolar asosida mikro GES tadbirkorlik subyektlariga realizatsiya qilinadi. Boshlang'ich badal qiymatining 30% ni tashkil etadi. Qolgan 70% ni boshlang'ich muddati 60 oy bo'lgan davr mobaynida to'lanadi. Auksion savdolarini o'tkazish reglamenti Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan Energetika vazirligi bilan birgalikda ishlab chiqiladi.